Beshinchi variant misollarini ko'rib o'tamiz. Agar r teng 8, p teng 24, q teng 4 bo'lsa, bizdan so'rab qo'yibdi. P plus r ko'paygan q plus r ni qiymati nimaga teng bo'ladi? Berilgan harflarni o'rniga berilgan sonlarni qo'yamiz. P o'rniga 24 plus r o'rniga 8 ko'paygan q o'rniga 4 plus yana r o'rniga 8. Hisoblasak 64 chiqar ekan. Ikkinchi misolimiz, hisoblang. Bu amallarni bajarish uchun boshqa amallar tartibini belgilab olamiz. Eng birinchi qovusning ichlari bajariladi. Qovusning ichidagi boshda qovusning ichida ikki amal bor: ayirish hamda ko'paytirish. Demak, biz boshda qovusning ichidagi ko'paytirishdan boshlaymiz. Ko'paytirishni birinchi ish, ayirishni ikkinchi ish. Endi uchinchi qovusdagi uchinchi ish etib olamiz. Uchinchi qovusning ichini. Endi qovusning ichlari hisoblab bo'lindi. Keyin bo'lish to'rtinchi ish. Ikkinchi bo'lish beshinchi ish. Oxirida ayirish oltinchi ish. Uch amallarni birinma-ketin bajarib olamiz. Birinchi ish 76 ko'paygan 6. 76 ni 6 ga ko'paytsak 6 36. 3 45. Ikkinchi ish 888 minus 456. 2 3 4 432. Uchinchi ish 96 minus 47 teng 49. To'rtinchi ish. To'rtinchi ishda endi qovusning ichidan chiqqan javobni biz 8 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni to'rtinchi ishda общий qovusning ichidan chiqqan javobni 8 ga bo'lish kerak. Qovusning ichidan chiqqan oxirgi javob ikkinchi ishdagi javob, ya'ni 432. Buni bo'lishimiz kerak 8 ga. 8 ga bo'lsak 54. Beshinchi ishimiz qovusning ichidan chiqqan, ya'ni uchinchi ishdagi javobni 49 ni 7 ga bo'lamiz. 7. Oxirgi oltinchi ishimiz esa oltinchi ishgacha bo'lgan eng oxirida bajarilgan ish, ya'ni to'rtinchi ishdan chiqqan javobni biz bo'lishimiz kerak. Bu yon tarafdagi oxirgi amal beshinchi ishdan chiqqan javobga. To'rtinchida 54 bo'lamiz. Ayiramiz. Beshinchi ishdan chiqqan javob 7. 47. Javob A ekan. Uchinchi misol. Kilogrammni tonna, sentner hamda kilogrammlarda ifodalash kerak. Bizga berib qo'ydi 21870 kilo. Bu misol oddiy, ya'ni 1 tonnamiz 1000 kilo. 1 sentner 100 kilo. Bo'ladigan bo'lsa 21870 ni ichidan necha dona 1000 bor? Albatta 21 dona, ya'ni 21 tonna. Endi 21 tonnasini olib tashlasak, bu yon tarafi 870. 870 ni ichidan necha dona yuzlik bor? Ya'ni har yuzligimiz sentnerni beradi. Ya'ni 8 dona sentner, oxirida ortish qolgan 70 kilo. Demak, javob 8. Keyingi misolimiz har bir keyingisi oldingisidan 5 ta ortiq bo'lgan 4 ta sonning yig'indisi 70 ga teng bo'lsa, shu sonlarning kichigini toping dedi. Ya'ni har biri o'zining oldingisidan 5 danaga katta bo'lgan 4 dona son. 1 2 3 4. Har biri o'zidan oldingisidan 5 danaga ortiq. Shunda eng kichkinasi birinchisi. Undan keyingisi o'zining oldingisidan 5 danaga ortiq. Bu x plus 10 bo'ladi, bu x plus 15 bo'ladi. Hammasini qo'shganimiz 70 chiqishi kerak. Tenglama tuzamiz. Bizada jami x lar 4x
plus 5 plus 10 plus 15 hammasini qo'shsak 70 chiqishi kerak. Shunda buni hisoblasak 4x teng 70 minus 15 minus 10 minus 5. 4x teng hop 40 x teng 40 bölü 4 x teng 10 ekan. Demak, eng kichigi 10 ekan bizada. Birinchi sonimiz ya'ni 10, ikkinchi sonimiz 15, undan keyingi 20, undan keyingisi 25. Keyingi misolimiz ikki shahardan bir vaqtda bir-biriga qarab ikki poyezd yo'lga chiqdi. Demak, ikki shahardan va bir shahardan ikki poyezd yo'lga chiqdi bir-biriga qarab. Va 4 soatdan keyin uchrashdilar. Demak, uchrashish vaqti 4 soat ekan. Birinchi poyezdning tezligi 50, ikkinchisiniki esa 70. Birinchi poyezd tezligi 50 km taqsim soat, ikkinchisiniki 70 km taqsim soat. Ikki shahar orasidagi masofani toping. Bizada formula, ya'ni eng birinchi non topib olamiz va qarama-qarshi harakatmi yoki quvlama harakatmi, eng birinchi yaqinlashish tezligini topib olamiz. Yaqinlashish tezligi bir-biriga qarab kelsa, demak tezliklar qo'shiladi. 120. Endi formula bor. Orasidagi masofani topish uchun yaqinlashish tezligini ko'paytirish kerak, uchrashish vaqtini. Yaqinlashish tezligi 120, uchrashish vaqti esa 4. Onu ko'paytirsak 480 km ekan. 6-chi misol. Quyidagi tengsizlik berilgan. N'ning yechimlari ichidan 5 ga qoldiqsiz bo'linadigan natural qiymatlari nechta? Boshda tengsizlikni tenglamaga o'xshatib ishlab olamiz. Ya'ni tenglama bilan tengsizlik deyarli bir xil ishlanadi. 432. N teng n kichkina bo'ladi endi bizda. 432 minus 124. N'ni topsak 432 dan 124 ni olsak 8 0 3 308. Demak, n 308 dan kichkina. N natural, ya'ni n qabul qilib biladi. Natural sonlar bizada sanashda ishlatiladi. Natural sonlar, ya'ni 1 dan boshlab 308 dan kichkina, ya'ni 307 gacha. Shu oralikda 5 ga qoldiqsiz bo'linadigan necha dona son bor deydi. Necha dona son borini topish uchun biza, ya'ni 5 ga bo'linadigan sonlar qaysilar bo'ladi ichida? 5, 10, 15, 20 va hokazo nechagacha? 305 gacha. Bu qatordan necha dona son borini topishni darsda o'tganmiz. Ya'ni 300 oxirida turgan sondan boshdagi sonni ayirib, necha qo'shilib borayotgan bo'lsa, shunga bo'lib 1 ni qo'shar edik. Shunda 300 ayirma 300 chiqadi. 5 ga bo'lsak 60, 1 ni qo'shsak 61. Demak, 5 ga bo'linadigan 61 dona son bor ekan. Ajoyib. Keyingi 7-chi misolimiz. To'rttasini toping. O'zi bu chizmadan ham ko'rinib turibdi qaysi katta ekanligi. Qaysi bo'lak ko'proq bo'yalgan. Uni o'sib borish tartibida, ya'ni eng kichkinadan eng kattaga qarab yozib borish kerak. Eng kam bo'yalgani chizmadan ham ko'rinib turibdi. Bu yerda P eng kichkina, keyin S, undan keyin undan sal kattarog'i R, undan ham kattarog'i T. Ortiqcha to'xtalish shart emas bu misolga. Demak, bizning to'g'ri javob P, S, R, T. Keyingi 8-chi misolimiz. Sport maydonchasida o'ynash uchun bitta mahalladan 13, ikkinchi mahalladan 19 ta bola to'plandi. Keyin yana bir necha bola 3-mahallaga qo'shilgach, ular teng 6 ta jamoaga bo'linib o'yin boshladi. 3-mahallada eng kami nechta bola o'yinga qo'shilgan bo'lishi mumkin? Ya'ni birinchi mahallada 13 ta, ikkinchi mahallada 19 ta bo'lsa, 3-mahallada
eng kamidan necha dona bola bo'lsa deydi, bularni jamisini 6 ta teng guruhga bo'lish mumkin deydi. Ya'ni ularni jamisini 6 ga bo'lish mumkin deydi. X ni eng kichkina qiymatini topish kerak. Bularni ikkisini yig'indisi, birinchi bilan ikkinchi mahalladagi bolalar yig'indisi hozir 32 chiqadi. Endi 32 bolani ustine yana nechani qo'shsak, ularni deydi 6 ta teng guruhga bo'lish mumkin deydi. 32 ga qo'shilganda 6 ga bo'linadigan eng birinchi son bu 36. 32 dan keyingi 6 ga bo'linadigan son. O'sha qo'shimcha 36 chiqishi kerak. Demak, x ning eng kichik qiymati 4. Misol uchun bu 36 emas, 42 dan bo'lishi mumkin. 42 bo'lishi uchun x 10 bo'lishi kerak. Lekin bizda eng kichik qiymat so'ralgandan keyin javob 4 bo'ladi. 9-misol. Nigora Moskvada ishlaydigan dadasiga telefon qilgan vaqtida soat 20:30 edi. Ular chorak soat suhbatlashgach, demak 20:30 edi. Chorak soat deganimiz bu soatning 4dan 1. 1 soatda 60 minut bo'lsa, chorak soatimiz 60 ni 4dan 1, ya'ni 15 minut. 15 minut suhbatlashdilar. Nigora dadasi kechki ovqat yeyishga kirishdi. Nigoraning dadasi kechki ovqat yeyishga kirishdi. Agar Moskva vaqti mahalliy vaqtdan 2 soat orqada bo'lsa, Moskva vaqti bilan soat nechada u ovqatlanishni boshlagan dedi. Demak, bu O'zbekistondagi, ya'ni Nigora yashab turgan O'zbekistondagi vaqt bo'lsa, Moskva, ya'ni Rossiyadagi vaqt. Nigora 20:30 da telefonda 15 minut o'tdi. 15 minut gaplashdi. Soat necha bo'ldi? 20:45. Endi 20:45 bo'lgandan biza O'zbekistonda 20:45 bo'lsa, Rossiyada necha bo'lganini topish uchun bundan 2 soatni olib tashlashimiz kerak. 2 soatni olib tashlasak, 18:45 bo'lgan bo'ladi ekan. Keyingi 10-misol. Agar ikki to'g'ri chiziqni kesishdan hosil bo'lgan burchaklar biri ikkinchi burchaklardan ikkitasining gradus o'lchovlari 7,5 bo'lsa, bu burchaklar farqini toping dedi. Demak, ikki to'g'ri chiziq kesishdi. Ikki to'g'ri chiziq kesishsa, bilamizki, bu yerda qo'shni bo'lgan burchaklar hosil bo'ladi. 2 dona. Birisini bir chiziq, birisini ikki chiziq bilan belgilab qo'ysak, bir marta chiziq chizganim, uni to'g'risindagi vertikal burchak, ya'ni udan shunga teng. Ikki to'g'ri chiziqni chizganim to'g'risi, uni boshqa rang bilan belgilasak, ya'ni bu burchak bilan pastdagi burchak teng. Bu burchak bilan bu teng. Shunda endi bu aytib turibdi, ikki dona bir-birine teng bo'lmagan burchaklar bor. Ularning nisbati 7 ga 5. Ya'ni biz bu yerda kattasini 7x deb belgilaymiz, kichkinasini 5x deb belgilaymiz. Ularni qo'shsak esa, ya'ni bu ikki dona qo'shni burchak deb aytiladi edi. Bu qo'shni burchaklarni ikkisini qo'shsak 180 gradus chiqishi kerak. Shunda 7x plus 5x ni biza nisbat berilganda yonına x qo'yib yozib olamiz. Buni aytganman avvalam. 180 gradusga tengimiz. 12x teng 180 gradus, x teng 180 bo'lib 12, 15 gradus ekan. X ning qiymati 15. Ya'ni bizda birinchi burchak bu 7x edi. 7 ko'paygan 15x, 15 ni qo'yamiz, 105. İkinci burçağımız bu 5x, yani 5 köpəyən 15, 75 gradus ekan. Bu burçaklar farkını toping deb qo'ydi. Demak, birisi 105 gradus, birisi 75 gradus farkını topsak, 30 gradus ekan farqi. Keyingi 11-misolimiz. Agar x plus 74 teng 104 bo'lsa, hamda x plus y teng 48 bo'lsa, x minus y ning qiymatini so'rabdi. Birinchi tenglamada x plus 74 teng 104. Ya'ni bu bir dona noma'lumni tenglama. Buni o'zimiz ishlab olsak ham bo'ladi. Ya'ni bu sistema emas. Bu yerda birgina noma'lum bor, faqat x. Buni o'zini topib olamiz. 104 minus 74. Ya'ni teskari ishora bilan sonni son tarafga o'tiramiz. Bu yerda bu harf ifoda, qolgan ikkisi son.
Sonma son tarafga o'tirish kerak. O'tirgan vaqtimda boshda no turgan bo'lsa, o'ng tarafda no turgan bo'lsa, shuni o'zini boshda yozib olamiz. Keyin o'tirgan narsamizni ishorasini almashtirib o'tiramiz. Avval minus plus edi, endi minus bo'ldi. X teng 30. Demak, x teng 30 ekan. Bu topilgan x ni qiymatini bu yerdagi x o'rniga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni 30 plus y teng 48. Y ni topsak, 48 yanına yana 30 dan ajratib o'tkazamiz. Teng 18 ekan. X ni qiymati ham chiqdi, Y ni qiymati ham chiqdi. Bizdan X dan Y ni ayirganimiz so'ralgan. X minus Y teng 30 minus 18 teng 12 ekan. Javob A javob. Keyingi misolimiz tomonlari 11, 17, 19 bo'lgan parallelped ichiga 2 santimetrlik kubdan nechtasini joylash mumkin? Ya'ni misol berib qo'ydi. Agar katta parallelped bo'lsa, uni tomonlari 11, 17, 19 bo'lsa, uni ichine kichkina tomoni 2 ga teng bo'lgan kubdan necha donani sig'dirish mumkin deb. Buni ikki xil etib ishlash mumkin. Hajmga bo'lib, lekin buni sharti bor edi. Hajmga bo'lib ishlasak necha dona kub sig'ish kelib chiqar edi, lekin sharti tomonlar bir-biriga bo'linishi kerak edi. Ya'ni bu yerda hozir birini tomoni 11, buni 2 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun bizda hajmga bo'lish usuli ishlamaydi. Buning vaqtida har bir tomonga necha dona kichik tomondan sig'ish mumkin. Ya'ni biza 11 degan uzunlikdagi qirraga 2, ya'ni kubni qirrasidan necha dona sig'dirish mumkin? 2 dan. 11 ni 2 ga bo'lsak, biz bilamiz 5 ta bo'lak sig'adi. Demak, eni bo'yicha 5 dona. 17 degan qirraga 2 dan necha sig'adi? 17 ni 2 ga bo'lsak, 8 dona sig'adi. 1 degan joy ortishib qoladi. Bu yerda kub sig'maydi. 19 degan bo'lakka esa 2 dan 9 dona sig'adi. O'sha necha dona sig'adigan bo'lsa, shularni ko'paytirib olib qo'yaveramiz bunga misolda. 5 ko'paygan 9 ko'paygan 8 teng 360 ta.